2026-yil yanvar oyida O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo haqida qisqacha. Gap shundaki, yanvarda mamlakatimizda iliq va sovuq davrlar almashtirib turadi. Oyning birinchi 10 kunligida yog'ingarchilik kam bo'ladi. Kechalari havo harorati -2, +3 gradus, ayrim joylarda -5 gacha, kunduzlari esa +8, +13 gradusdan +5 gradusgacha bo'ladi. Ikkinchi 10 kunligida harorat o'zgaruvchan bo'lib, kechalari +10, +6 gradusdan -1, -6 gradusgacha, kunduzlari +10, +15 gradusdan -2, -3 gradusgacha pasayishi mumkin. Respublikaning shimolida kechalari -5, -10, ayrim joylarda -13, -15 gradusgacha kuzatiladi. Uchinchi 10 kunlikda sovuq to'lqin ehtimoli bor. Kechalari -7, -12, ba'zi hududlarda -15, -17 gradus, kunduzlari -3, -8 gradus bo'ladi. Shimolda esa kechalari -20, -25 gradusgacha sovuq tushishi mumkin. Ushbu xabarni barcha tanishlaringizga yuborib ogohlantirib qo'ying. Zero ogohlik davr talabi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.